هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Saba tefsiri 24. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sabah suresi 24. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Eytqin ki sizlarga osmonlardan va zamindan kim rizq berib turdi? Aytqinki Allah rizq berib turdi. Shubhisizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdurmiz. Ya ro'shan gumrohlik tuturmiz. Aytqinki bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roq tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roq tortilmaymiz. Aytqinki Rabbimiz bizni qiyomat kuni yig'di. Ondan bizning oramizda haq bilan hukm chiqardi. Allah adil hukm qilguchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Aytqinki, men aytib beringlarchi. Sizlarning Allah'ның şirki deb atıb alğanыңlar hergizmi undaq emas. Belki o Allah g'olibdir, hikmet bilan ish qilguchidir. Allah Teala'nın her qandaq ishda hech shirk yo'q ekanligi to'g'risida. Allah Teala bu oyatlarda mahluqotlarni yolg'iz yaratganligini, ularga rizqni o'zi yolg'iz beradiganligini ve şundaqla özünün yalğız ma'bud ibadet qılınğıcı ekanligini isbotlaydi. Mekke müşrikleri özleriga osmondan yağmur yağdırıp, zimindan o'simliklarni o'stirib, rizq beradigan zotning faqat yalğız Allah Taala ekanligini e'tirof qilishgan edi. Shuning uchun ular Allah Taaladan boshqa ma'budning barhaq yo'qligini cho'qim bilishi lozim. Aytqinki Allah rizq berib turdi. Shubhisizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdurmiz. Ya ro'shan gumrohlik tuturmiz. Ya'ni bu ikki firqa kishilarning biri botil ustida, ya'ni biri haq ustidadir. Sizlar bilan bizning birli vaqtda hidoyat ustida yoki birli vaqtda gumrohlikda bo'lishimiz mumkin emas. Belki birimiz to'g'ri yo'lda durmiz. Biz sizlarga Allah Taola'nın bor va birligini isbotlab dalil paketlarni ko'rsatdik. Mana bu sizlarning Allah Taolaga shirik keltirgan qilmishinglarning botil ekanligini ko'rsatib berdi. Qatada mundaq deydi. Bu so'zni Muhammad alayhissalomning sahobalari mushriklarga aytgan bo'lib, sahobalar Allah bilan qasamki biz bilan sizlar bir yo'lda emas. Shubhisizki ikki firqa kishilarning biri cho'qim hidoyat topquchidir degan edi. Ikrima va Ziyad ibn Abu Maryam bu oyatning ma'nosi shubhisizki biz cho'qim hidoyat ustidadurmiz. Sizlar cho'qim oshkora gumrohlik ustidadursizlar deganlik bo'ladi dedi. Aytqinki bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roq tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roq tortilmaymiz. Bu oyatning mazmuni kofirlardan juda bo'lishni ko'rsatdi. Ya'ni sizlar bizdan emas, bizmi sizlardan emas. Lekin biz sizlarni Allah Taala tarafga, Allah Taolani bor va bir deb tonishqa va ibodatni yolg'iz Allah Taolaga qilishga chaqiramiz.
agar sizlar bu chaqiriqni qabul qilsanglar, sizlar bizning sepimizdan bo'lasizlar. Bizmi sizlarning sepinglardan bo'lamiz. Agar sizlar bu chaqiriqni rad qilsanglar, biz sizlardan ado judamiz. Sizlarmi bizdan ado judasizlar. Ya'ni aramizda hech qanday munosabat bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening amalim o'zim uchundir, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar ado judasizlar, sizlarning qilmishinglardan menmi ado judaman. Ya'ni birov yana birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, seni butlarga cho'qinishga undigichi kuffarlarga aytqinki: ey kafirlar, sizlar cho'qinayotgan butlarga men cho'qinmayman. Sizlarmi men ibodat qilayotgan Allohga ibodat qilmaysizlar. Sizlar cho'qingan butlarga mening cho'qinganim yo'q. Sizlarningmi men ibodat qilgan Allohga ibodat qilganinglar yo'q. Sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun. Aytqinki, Rabbimiz bizni qiyomat kuni, ya'ni insonlarni qiyomat kuni bir maydonga yig'idi. Ondan bizning oramizda odillik bilan hukm chiqardi. Ondan har bir odamning o'z amaliga qarata yaxshilik qilgan bo'lsa mukofot, yomonlik qilgan bo'lsa jazo berdi. Shu kunda g'alaba, nusrat va mangulik baxt, saodatning kimga mansub ekanligini bilsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayrildi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chilarida yayritildi. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomli azobda qoladi. Allah adil hüküm qilguchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Aytqinki, men aytib beqinglarchu, sizlarning Allohning shirki deb atavag'ininglar, ya'ni sizlar Alloh taologa shirik qilib Alloh taolo bilan teng o'rinda qo'ygan bu ma'budlaringlarni ko'zitib beqinglarchu. Hargizmi undaq emas. Ya'ni Allah Teala'nın hiç bir o'xshishi, tengdishi ve shirki yok. Belki o Allah g'olibdir. Ya'ni her narsani boshqaradigan ve her narsani mag'lub qiladigan g'alaba egisidir. İşlerida, so'zlarida, shariatida ve oldin ola o'rinlashtirishida hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh Teala büyüktür, alidir ve ularning bo'xton qilganlaridan yüksek derecede pakdir. Seni biz faqat bütün insanlar uchun mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi va kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ishga oshidi deydi. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammi ilgari keyin bo'lmaysizlar. Payg'ambar alayhisalomning bütün insonlarga payg'ambar qilib avatilganlik to'g'risida Alloh taolo bandisi va payg'ambari Muhammad alayhisalomga mundaq deydi: seni biz faqat bütün insanlar uchun, ya'ni faqat shariat amr farmonlarini ijro qilishga chaqirilgan va uningga yosh o'lchimi to'shgan jami insonlar uchun xush xabar berguchi va kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman.
bütün jahon ahlini Allah'ның azabıdan agahlandırıcı bo'lişi üçün bendisiga, yani Muhammed aleyhisselamga haq bilan batılını ayrıgıcı Kur'an'ı nazil kılgan Allah'ның berkiti büyüktür. Hoş xabar bergüçi ve kafirlarni azab bilan agahlandırıcı kılıp evettik. Yani sana itaat kılgan adamga cennet bilan hoş xabar bersen. Sana asilik kılgan adamni devzaq bilan agahlandırsan. Ve lekin insanların tolusu bunu bilmeydi. Allah Teala bu vakti mundaq deydi. Sen gerçi kişilerinin iman etişiğe heris bolsan mı, lekin ularning tolusu iman etmeydi. Eğer sen yeryüzüdeki köpçülük kişiler, yani kuffarlarga itaat kıysan, ular seni Allah'ның yolundan azdırdı. Seni biz fakat bütün insanlar için müminlerge cennet bilen hoş haber bergüçi ve kafirlarni azab bilen agahlandırıcı kılıp evettik. Qatada bu ayetin manisi hakkında mundaq deydi. Allah Teala Muhammed aleyhisselamni Araplarga ve Arap bo'lmagan başka milletlerge peygamber kılıp evetdi. Galip ve büyük Allah Teala en itaatmen bo'lganlar berkiti yüksek bo'lgan Allah Teala'nın dergahida en hürmetli hesaplandı. Galip ve büyük Allah Teala'ga en itaatmen bo'lganlar berkiti yüksek bo'lgan Allah Teala'nın dergahida en hürmetli hesaplandı. İmam Bukhari ve Müslim Cabir radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Mendan ilgariki payg'ambardan birmu payg'ambarga berilmagan 5 ish menga alohida berildi. Menga düşmanlarimning diliga bir oylik yiroqlikdagi musobadan qo'rqinch selish bilan yordam berildi. Menga ziminning ham yeri namoz o'qishga bo'ladigan masjid va pokiz joy qilib berildi. Mening ummatimdan har qanday odam qayerda namozdan vaqti kelsa, shu yerda namoz o'qisin. Urushda ilingan o'ljilar menga halol qilib berildi. U mendan ilgari birmi odamga halol qilingan emas edi. Menga qiyomat kuni shafaat qilish huquqi berildi. Har bir payg'ambar o'z qavmiga xos payg'ambar qilib avatilgan edi. Men bo'lsam bütün insanlığa peygamber kılıp evetildim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İmam Ahmed Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Men oq ve qora tenlik barliq kishilarga peygamber kılıp evetildim. Mujahid bu hadisni jinlargımı, insanlargımı peygamber kılıp evetildim deb sharhlagan. Yani başqalar Araplarga ve Arap bo'lmagan millatlarga payg'ambar qilib avatildim deb sharhlagan. Kafirlarning qiyomatning qachon bo'ladiganligi haqida so'raganligi va ularga berilgan javob to'g'risida. Allah Teala kafirlarning qiyomatning qoyim bo'lishini yiroq hisoblaganligi to'g'risida xabar berib mundaq deydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ishga oshidi deydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldiradi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa, qiyomatdan qo'rqidi. Qiyomatni haq deb biladi. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammi ilgari keyin bo'lmaysizlar. Uningdan birdammi ilgari keyin bo'lmaysizlar. Ya'ni sizlarga ortiq yoki kam emas, sanoqliq belgilangan vaqt va'da qilingan bo'lib, u vaqt kelganda ozroqmi kechiktirilmaydi va ilgari surilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Şübhisizki eğer bilsanglar Allah'ның insonga bekitgan ajili kelgan chaqda
ajal kechiktirilmaydi. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandila so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. La havla va la quvvata illa billah. Kafirlar bu Qur'onga va uningdan ilgarigi kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. Agar zolimlarni Rabbingning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga. Agar sizlar bo'lmasanglar, biz cho'qim iymon etdik deydi. Cho'ngchilik qilganlar bo'zaq qilinganlarga. Sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga. Hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech-kunduz qilgan hili-mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga shirik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi berildi. Kafirlarning dunyoda haqni inkor qilish uchun birdek ittifoqlashadiganligi, biroq qiyomat kuni ularning o'zaro jidallashadiganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda kafirlarni gumrohlikda haddidan oshganligidan, haq bilan qarshilashganligidan, Qur'on Karimga va uningda qiyomat haqida berilgan xabarga iymon etmaslikda ching to'g'anligidan xabar berib mundaq dedi. Kafirlar bu Qur'onga va uningdan ilgirki kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. G'olib va buyuk Alloh ularni ogohlantirib va qo'rqitib, ularning Alloh taolaning dargohida xorlangan holda o'zaro talash tortish qilishib, jidallashib turgan ahvoldan xabar berib mundaq deydi. Agar zolimlarni Rabbingning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. Bo'zaq qilinganlar, ya'ni agashkuchilar, cho'ngchilik qilganlarga, ya'ni agashtirguchilar va katta boshlarga. Agar sizlar bo'lmasanglar, biz cho'qim iymon etdik deydi. Ya'ni agar sizlar bizni to'smagan bo'lsanglar, biz albatta payg'ambarlarga ergashatdik. Ular bizga ilib kelgan Alloh taolaning oyatlariga iymon keltirdik deydi. Cho'ngchilik qilgan agashtirguchilar va katta boshlari ularga javob berib, sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Hargiz to'smadik. Ya'ni biz sizlarni botil yo'lga faqat da'vat qilib qo'ydik. Biz sizlarga uningdan boshqa ish qilmadik. Sizlar bizga hech qanday dalil pokisiz ergashdinglar. O'zinglarning nafs xohishinglarga ergashganliginglar va botil yo'lni o'zinglar tanlaganliginglar uchun payg'ambar sizlarga ilib kelgan dalil pakitlarga va hujjatlarga qarshilik qildinglar. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga. Hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech-kunduz qilgan hili-mikringlar bizni iymondan to'sdi. Ya'ni hargiz undaq emas. Sizlar bizga kech-kunduz hili-mikr qilatdinglar. Bizni aldaytdinglar, yolg'on so'zlaytdinglar. Bizga bizning hidoyat va haqiqat ustida ekanligimizni xabar qilatdinglar. Mana endi uning hammasi botil, yolg'on va to'qilma so'zlar ekanligini bilyapmiz.
La ilahe illalloh Muhammed Rasululloh. Öz vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga shirik keltirishga buyurdinglar deydi. Ya'ni butlarni Alloh bilan teng o'rinda qo'yib, teng o'rinda qo'yish orqali bizni ozdirish uchun bizga shubhilik va haqiqati yo'q narsalarni dalil qilib ko'rsatdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular, ya'ni boshliqlar va agash kuchlarning hammasi qilgan gunohlarga hasrat chekishib, ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga zanjir bilan qo'llarini bo'yinlariga bog'lab taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi berildi. Ya'ni sizlarni faqat qilgan qilmishinglarga qarata jazolaymiz. Har odam amaliga yarasha jazolandi. Agashtirguchilarga ularning qilmishlariga yarasha jazo berildi. Agashkuchilarga mu qilmishiga yarasha jazo berildi. Allah hammaga ikki hassa azob berildi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. İbn Abu Hatem Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shek shubhisizki jahannam ahli jahannamga haydab kelingan chaqda jahannamning o'ti ularni kutib oladi. Andin o't ularni birli ko'ydirdi da ularning go'shtlari ko'yib paylari bilan qo'shilib qo'rilib qoladi. Alhamdulillah. Yuqorida sura Saba tafsiridan 33-oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.